Sahvanlik sajdasi. Savol. Assalomu alaykum. Birinchi. Sunnat namozlarini o'qib xatolik bo'lsa, qayta o'qimdoq yoki sahvanlik sajdasi qilamdoq. Ikkinchi. Farz namozlarda xato o'qib qilib, sahvanlik sajdasi qilishni unutib qolganda, farzni qayta o'qimdoq. Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Birinchi. Sajda sahviy qilishning biror sababi topilgan taqdirda nafla, sunnat namozlardimi, farz namozlarga o'xshashla sajda sahviy qilamiz. Buningda farq yo'q. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Biringlar namozga tursa, shayton kelib uni azdirdi. Hattoki u qancha rakat o'qiganligini bilolmay qoladi. Sizlardan biri mushundaq ahvolga yo'liqsa, o'ltirgan holatida 2 sajda qilaversin. Bu hadis farz bilan nafl namozni o'z ichiga oladi. İbn Abbas radhiyallohu anhuma vitr namozini o'qib bo'lib 2 sajda qilib o'tgan. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma vitrni sunnat deb qaraydi. Shundaq turuqliq vitrda sajda sahvi qilgan. Demak, bu sajda sahvining hukmi sunnatdimi farzga o'xshash ekanligini bildirdi. Imom Ibn Qudama aytdi: Sajda sahvi qilishda nafl namozning hukmi barliq olimlarning nazarida farz namozning hukmiga o'xshash. Faqatla Ibn Sirinla nafl namozda sajda sahvi qilish yo'q deb ko'pchilikka qarish fikrda bo'lgan. Bizning dalilimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam biringlar unutib qolsa 2 sajda qilaversin. Yana biringlar unutib qolib ortiq yoki kam o'qib qolsa 2 sajda qilaversin degan so'zlarda farz yoki nafla deb ayirmagan. Yana nafl namozmi ruku bilan sajda qilib o'qiydigan namoz bo'lg'achqa farzga o'xshash. Uning sahvisi uchun sajda qiladi. Ikkinchi. Farz namozda sajda sahvi qilish kerak bo'lib qolib, sajda sahvi qilishni unutib salom berib bo'lgan ahvolda taxi namoz o'qigan joyidan chiqib ketmagan bo'lsa, 2 sajda qilib o'tadi. Arliqda gap so'z qilib salgan bo'lsa-mi mayli. Bu bir turkum olimlarning qarashi. Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayh arliqda gap so'z qilib salgan bo'lsa, sajda sahvi qilmaydi deb qaragan. Imom Ibn Qudama aytadi: Sajda sahvi qilishni unutib qolib, vaqt uzrab sajda sahvi qilmagan taqdirda namoz bekor bo'lib ketmaydi. Bu Imom Shafi'i va Abu Hanifa qatorliq olimlarning qarashidir. Imom Ahmaddan bir rivoyatda masjiddan chiqib ketgan bo'lsa, namozni qayta o'qiydi. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 1-tom, 62 numurliq fatvo.